Shuhratbek aka 3-mashinalarini bizga olib keldi. Farg'ona shahridan 3-mashinasi. Birinchisi 10X bo'lgan, 9 oyoqli. Undan keyin 10X mashinasiga qo'yib bergan yana bitta. Endi bo'lsa ukalariga Kia Sorento'da yangi modeldan olgan, yangi yupiskasidan. Unga ham full variantida qo'yib bo'ldik. Endi so'raydigan narsamiz shuki, nima sababdan aynan Gazprom servisiga yana bir mashinalarni olib kelganligini sabablarini so'rayman. Shuhratbek aka, avvalambor xush kelibsiz aka. Nima sababdan yana Gazprom tanlab keldingiz? Realni obunachilarimiz uchun bir 30 deydi-yu. Gazpromda tanlaganimiz sababi shuki, mana ikkita mashinamizni 210X ga qo'ydik. Muammo bo'lmadi. Mana shu vaqtgacha 9 oy bo'layotgan bo'lsa, biror marta ustaxonaga bir hatto telefon ham qilmadingiz bizga bu masalalarni. Chaqirganim yo'q. Mana даже 13 ming yurdim, filtrlarni alishtirganim yo'q. Ammo yo'q, zo'r yuribdi. Shu sababdan 3-mashinamizni yana sizga Xudo xolasa telefon qilib olib keldik. Aka, yana juda ko'pchilikga qiziq bo'lgan savol, 10X 65 talik bilan qancha kilometr yurdingiz eng ko'pi va eng ozi? Eng ko'pi 60 litr bilan 870 bilan. Bu aniq fakt. Ha, Toshkentga borganimda Daniyaga 870 yurdi. Shahar ichida qancha yuryapsiz? Xo'p, shahar ichida to'ldirganim yo'q. 30 ta qo'ysam, 420, 410 yuradi. Balki yo'q oshadi. Hali men o'tirib o'tirganimizda gapirgan gapingizni yana bir eslatdik. Qolgan qo'ygan joylari bilan siz mashinangizni birga solishtirib yurganda qolganlar nima dedi shu mashinangiz haqida? Solishtirdim. O'zim o'sha ukamda oldin Tracker bordi, Farg'onada qo'ygan edi. Farg'onada qo'yganda u 59 litr quydi, 350 yurdi. Manikida ko'p yuryapti. Ishonmadi. Shu sabab davay dedim shu Gazpromga Muhammad Bobrakaga boraylik dedim. Rahmat. Aka, tanlov uchun alohida tashakkur. Xudo xolasa bunisi ham, xudo xolasa full qo'yib berdik. Xijolat qilmaydi degan umiddamiz. Chunki biz asosiy sababimiz sifat borasida birinchi o'ringa hamma narsani qo'yishlikka harakat qilamizki, sizga zo'rini qo'yib bersak, sizga muammosiz mashina harakat qilib berib tursa, siz uchun ham foyda, bu biz uchun ham foyda bo'ladi. Albatta. Chunki imkon qadar qayda qo'ydirishinglardan qat'iy nazar, original zapchastlar bilan qo'ydirib, albatta kafolatni oladigan bo'lsanglar, bu sizlarni cho'ntagingiz uchun ham, kerak bo'lsa mashinangiz foydasi uchun ham yaxshi bo'ladi. Bunaqa yaxshiliklarda, bunaqa yangiliklarda sizlarga intilamiz. Xudo xolasa Gazprom servisiga obuna bo'ling. Sizlarning xizmatingizdamiz.